Assalomu alaykum, Xmobile YouTube kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda bitta telefonda obzor qilishni xohlamadim. K90 Max o'zi obzori bo'lishi kerak edi, lekin bizda K90 qolib ketgan edi. Va hamda K90 Pro Max'ni YouTube uchun obzor qilmagandik. Bitta emas, ikkita emas, 3 ta telefon: K90, K90 Max hamda K90 Pro Max. Uchalasini obzor qilamiz. Qaysi birini sotib olgan yaxshi? Qaysi biri gaming bu yerda, qaysi biri kamerafon? Yoki bo'lmasam, shularning orasidan siz uchun eng yaxshisini o'zingiz tanlab obzorimiz davomida ko'rib bilib olasiz. Sizlarni kutilmagan holatda uchala telefonni ham ochib, ko'rsatib bir chekkadan obzor qilaman. Bitta like bosishga shu yerda. Biz bo'lsa boshladik. Bismillah. Bu horam. K90 da ochyapmiz akalar. Aytmoqchi, K90 o'tgan yilgi eng kuchli protsessor bilan jihozlangan. Bu yerdagi telefonlarning hech qaysisini, hattoki K90 da o'zini ham eng prostoy modeli shu bo'lsa ham protsessori yomon emas. Bismillah. Xo'p, komplektini ochadigan bo'lsak, mana bitta ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu telefonda ko'rinishi qo'lga udobniy. Ekranlarini zo'rlagan bu telefonda, ayniqsa ramkalari o'ta tonkiy bo'ladi. Stereo dinamik, oq rangdaginisi chiqibdi bizga. Xo'p, aytmoqchi, boshdan aytib o'tib ketaman. Ushbu telefonlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Mixmobile Telegram kanaliga yozinglar. Sizlarga 15 kun ichida Xitoydan olib kelib yetkazib beramiz. Bu K90 da o'zi ko'rinishi shu Poco F6 Pro da dizayni bilan bir xil bo'lib chiqqan, sal o'zgarish berilgan xolos bu yerda. Bu telefonimizni komplektga keladigan bo'lsak, K90 dan 100 wattli original golovka. Bu China versiyada bo'lganligi uchun golovkasi shunaqa bo'ladi. Ustiga adapter qo'shasizlar, o'zini ustiga. Bo'lmasa qiyin. Xo'p, bu yoqda bitta kabeli. Bitta chexoli chiqadi, chexolini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bitta ninasi bor. Odatda o'rtacha shu 15-20 ming so'mlik chexol chiqargan bu telefonning komplektidan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu bo'ldi. Bu K90 da komplekti edi. Endi bo'lsa K90 Max, hammani og'zida shov-shuv bo'lib ketgan K90 Max haqida gaplashamiz. Buni bo'lsa bu yoqqa qo'yib turamiz. Xo'p. Men qizig'i, 3 ta telefonda hammasida akalar sizlarga PUBG test qilib ko'rib ko'rsataman. Qaysi birini kamerasi yaxshi olishini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xo'p, bunda nima o'zgarish? Bunda ham akalar, mana ko'rishingiz mumkin, 100 wattli original golovkasi chiqadi telefonda. 100 wattli. Va bitta kabeli va hamda bitta chexoli. Bu telefon ayniqsa akalar, sizlarga aytib o'tib ketaman, Redmi va Xiaomi tarixidagi birinchi 165 Hz bilan chiqqan telefon hisoblanadi. Bundan bo'lsa akalar, mana qangi prozrachniy, biz buni skelet chexol deymiz. Plastmassaviy. Nariginda bo'lsa rezinoviy edi. Bunda plastmassa chexol chiqargan. K90 Max da o'zida. Xo'p, bu ham odamni kuydirib, shunaqangi seri rangda chiqibdi, kulrang, och kulrang. Metallический svet, ko'ringlar. Bu bilan buni razmerini solishtiramiz. Ozginaga K90 Max kattaroq ekan. Lekin bu qo'lga kompaktniy, bu udobniyroq K90 da o'zi. Xo'p, 3-chi telefonimizni ham ko'rsataman. 3-chi telefonimiz hozirroq ishlatilgan, lekin obzor dorasiga tiqib olay dedim. Chunki menda bitta kolleksiya bo'lib qolgan ekan. Buni yirtib ochib o'tirmaymiz. Bu telefonda ham xuddi shu ko'rsatkichlar akalar, 100 wattli original golovkasi, 100 wattli va bitta kabeli. Va telefonda o'zi va bitta chexoli chiqadi bundan ham. Akalar, bu K90 Pro Max'dan ham chexol yo'q ekan, chunki bu bushli holatda edi. Shunga o'xshagan K90 da o'ziga o'xshagan chexol chiqadi, rezinoviy chexol chiqadi. Telefonda komplektatsiyasi bilan tanishib oldik. Endi bo'lsa telefonlarni o'ziga navbat. Akalar, birinchi bo'lib Redmi K90 dan boshlaymiz. Bu telefonimiz 2025-yil, 2025-yil sotuvga chiqqan. Men ozgina kech qoldim. Sababi o'zi obzor K90 Max ga edi. Buni ham qo'shib olishga qaror qildim. Uchalasidan bittasini tanlab olasizlar deb turib. Xullas kalom, telefonimizning grami 206 gram, 605 dyum ekran telefonda. Xo'p, atrofiga keladigan bo'lsak, alyuminiy korpus, orqasi bo'lsa shunaqa plastikoviy, plastmassa bo'lib turibdi. Telefonda suvdan himoyasi maksimalli IP68. Bu telefonda IP69 yo'q. O'rtacha sertifikat bilan, bu ham yomon emas, IP68 bilan jihozlangan ekan. Keyingi telefonga o'tamiz. Xo'p, bu yerda bo'lsa Redmi K90 Pro Max. Bu telefonimiz ham xuddi shu 2025-yil 23-oktyabrda o'zi taqdimoti bo'lib sotuvga chiqqan.
Bu telefonimizning grammi 218 gram. Bunda ham xuddi shu IP68 suvdan maksimallik himoyasi xuddi shunaqa. Ekran dyumiga keladigan bo'lsa, 609 dyum. Bu normalniy. Xo'p, jigarlar, keyingi telefonimiz Redmi K90 Max. Bu telefonimiz 2026-yilda, ikkala telefondan ham, bundan oldingi ikkala telefondan ham yangi. 2026-yil 21-aprelda sotuvga chiqdi. Men qizig'i buni grammi hattoki Redmi K90 Pro Max dan ham og'irroq ekan. Bunda 218, bunda 226 gram. Voy, onangni nimaga. Xo'p, 608 dyum ekranga kelamiz. Keyin buni plus joyi bu ikkala telefondan, buni plus joyi keladigan bo'lsa, bunda IP68, IP69. Buni suvdan himoyasi bularga nisbatan, shu ikkala telefonga nisbatan kuchliroq. Shuning uchun akalar, sizlarga suvda maksimal tayda ishlatadigan bo'lsalar, o'zi ancha-muncha odam suv tayda ko'p telefon ishlatmaydi-yu. Mabodo tushib ketib qolish kerak bo'ladigan bo'lsa, suvli joyda ishlaydigan bo'lsalar, sizlarga shu telefonda tavsiya qilgan bo'lardim. Shu tomonlama. Chunki bu ikkalasida IP68, bunda ham IP68 ham IP69 bor. Keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Akalar, uchala telefonda ham displey почти bir xil. Ucholasida ham prosta AMOLED bo'ldi. LTPO AMOLED emas, Dynamic AMOLED emas, OLED emas. Xo'p, Redmi K90 Pro Max ga keladigan bo'lsak, AMOLED 120 Hz 3,5 nits yorqinligi. Redmi K90 da ham xuddi shunaqa AMOLED 120 Hz 3,5 nits yorqinligi. Lekin bu yerda, bu xoramida Redmi K90 Max da AMOLED 165 Hz da. Mana shu yerda yorib qo'ydi. Chunki bu Redmi va Xiaomi tarixidagi birinchi 165 Hz yangilanish tezligida chiqqan telefon bo'ladi. Yorib qo'ygan. Mana shu yerga tan bera olasizlar. Keyin uchala telefonda ham akalar Bose kolonkalari foydalangan. Uchala telefonda ham Bose kolonkalari bor. Uchalasi ham stereo dinamik telefonlarda. Uchalasida ham Bose kolonkalari bor. Tepada va pastida chotki chiqaradi. Lekin bu yerda farqli o'laroq, qaranglar, Redmi K90 Pro Max da 3 ta kolonka bor. Bitta subwoofer bor. Bu ikkalasida stereo dinamik bo'lsa, bunda 3 talik. Wow. Bunda 3 ta kolonka. Agar sizlar ko'proq qo'shiq eshitib, shunaqangi baland ovozda telefonda foydalanaman deydigan bo'lsanglar, ushbu telefonni sotib olganinglar sizlar uchun yaxshiroq variant bo'ladi. Va uchala telefon ham Android 16 da ishlaydi, HyperOS 3. Xullas kalom akalar, Redmi K90 ga to'xtaladigan bo'lsak, telefonda 7100 mAh batareyka bemalol 2 kunga yetib beradi sizlar ishlatishlarga. Yagona minuslaridan biri aytib o'tib ketganimdek, bu telefonda o'zbek va rus tillari yo'q. Agarda ushbu telefon sizlarga qiziq bo'lsa-yu, sizlar va na rus tilini, na ingliz tilini tushunmaydigan bo'lsanglar, sizlarga bu telefonda global versiyasi ham bor. Shuni tavsiya qilaman. Global versiyasi ham hozirgi paytda Mix Mobile Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi. Globalniy versiyasi lekin buni $200 qimmatroq yuradi bunga nisbatan. Misol uchun, hozirgi paytda Redmi K90 modelini sizlar zakaz qilib olib keltiradigan bo'lsanglar, $460-470 atrofida sizlar qo'lingizga yetib keladi, plus emailkalari bor. Lekin buni globalniy versiyasi hozirgi paytda bozorga chiqqan. Uni nomi Poco F8 Pro deb nomlanadi. Uni narxi $650, $640 atrofida bozorda sotilyapti. Agar bu telefonni sotib olsanglar, menda antena qanaqa chiqadi deydigan bo'lsalar, 5G deb podдержка qiladi akalar. Bemalol ishlata olasizlar. Kameralariga ozgina to'xtalib o'taman. Bu telefonning kameralari 50 megapikselni tashkil etadi va 4K va 8K formatli videoga olib beradi. Hozir ushbu telefonda olingan rasm va videolarni sizlarga ko'rsataman va oldi kamerasiga keladigan bo'lsak, oldi kamerasi akalar 20 megapiksel ekan, 4K formatda podдержка qilmaydi. Yana bir aytib o'tib ketadigan narsam akalar, telefon narxiga arziydimi deb so'raganlar uchun $500 atrofida, $500 dan arzonroq bo'lgan modellar orasida ushbu Redmi K90 ga o'xshagan prosessorli, shunaqangi batareykali telefon topishinglar juda qiyin. Bu telefonni biz nima uchun maslahat beramiz obunachilarimizga? Kundalik hayot va o'yin uchun tavsiya etiladi. Hozirgi paytda ko'pchilik aldanib qolyapti, chunki kecha ham bitta odam menga aloqaga chiqdiki, Poco X8 Pro Max modelini sotib olgandim, rasm uchun va video uchun, Instagramga narsa joylamoqchi edim. Lekin u telefonlarda bizda rasm va videolar xira qo'yilyapti, deyapti. Akalar, nafaqat Redmi K, balkim Poco F8 Ultra bo'ladimi, Redmi de любой modeli va Poco de любой modeli rasm va video uchun mo'ljallanmagan. Bular ko'proq o'yin uchun chiqadi va kundalik hayot uchun ishlatsanglar bo'laveradi. Qizib ketishiga keladigan bo'lsa, bu telefonimiz ancha qiziydi, lekin FPS tashlab yubormaydi. PUBG test qilib ko'rsatish shart emas. Ushbu telefon qo'rqmasdan 120 FPS ni podдержка qiladi. Giroskop bor.
Любой o'yinlarda o'ynasanglar bo'laveradi. Kundalik hayot uchun tavsiya qilaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mix Mobile Telegram kanaliga yozishlari mumkin. Endi bo'lsa ushbu telefonda olingan rasm va videolarni sizlarga taqdim etaman. Tomosha qilinglar. Ushbu ko'rib turgan videolar Redmi K90 ni o'ziga olinyapti. 4K 60 fps. Telefonda maksimalniy zoom'i video formatda 10x. Akalar, просто tak kundalik hayot uchun bu joyga borganinglarda video qilsanglar bo'laveradi. Lekin sizlar bu telefon bilan juda ko'pchilik aldanyapti. Nafaqat bu bilan, bu balkim Poco F8 Ultra, K90 Pro Max'lar bilan ham professional video, rasmlar qila olmaysizlar. Chunki bu telefonlar kamerafon hisoblanmaydi. 4K 60 fps imенно shu shum bo'ladigan joyga chiqib video qilyapman. Ovozlarimni o'zinglar ajratib olishinglar uchun kundalik hayot uchun bemalol maslahat bera olaman. Lekin professional video va rasmga bo'lmaydi, chunki bu uchala telefon ham kamerafon hisoblanmaydi. Akalar, ushbu ko'rib turgan videolar 4K 60 fps ga Redmi K90 modeliga olinyapti. Sifat akalar yomon emas, lekin bu telefon o'zi nafaqat bundan keyingi K90 Max ham, K90 Pro Max ham nima deydi? Video uchun chiqqan yoki rasm uchun professional darajada kamerafon bo'lib chiqqan telefonlar hisoblanmaydi. Ovoz sifatini ko'ringlar. Kundalik hayotga bu telefonda rasmga olishi va videoga olishlari menimcha yetib beradi. Hozir bo'lsa frontalniy kamerani ham ko'rsataman sizlarga, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Imенно shu mashinalar o'tayotgan joyga chiqdim. Shunda qanaqangi ovoz yozadi bu telefonda kamerasi. Shuni bildirish uchun sizlarga. Redmi K90 Max ga keladigan bo'lsak, bunda 8,5 mAh batareyka bo'lganligi uchun bu test jarayonlarida akalar hammasidan ko'ra ko'proq yetib berdi. Chunki bu obzorda vaqtim bo'lmaganligi uchun bo'lib qilyapman. Redmi K90 ning batareykasi yetib keldi. Xuddi bir xil paytda ikkalasi ham ochilgan, bir xil paytda yongan, lekin bunda 55% qoldi batareyka. Unda 20% qolgandi. Shuning uchun buni yetib berish darajasi zo'r ekan akalar. Rasm va videolar keladigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rdinglar, 50 megapiksellik kamera. Даже buni kamerasi akalar Redmi K90 dan ham pastroq ekan. Sifat darajasida. O'z ko'zim bilan ko'rdim, vashcha musor ekan buni kamerasi. Chunki bu ko'proq o'yin uchun chiqqan akalar. Kulere keladigan bo'lsak, bu telefonda 165 Hz bo'lgani bilan faqat dasturiy va bitta ikkita ilovalarda 165 Hz ishlaydi. Lekin ko'p ilovalar, programmalarning ko'pi, to'g'risi mana ko'ringlar, programmalarning ko'pi 120 Hz va 90 Hz ga mo'ljallangan. Iloji yo'q. Xolamasa 165 Hz ishlamaydi. Bu narsa plavni ishlashi PUBG o'yinlarida yordam berishi mumkin. Misol uchun bu telefon ham PUBG Mobile o'yinida va boshqa o'yinlarda katta FPS ochadi. Men ko'proq PUBG o'ynaganim uchun PUBG Mobile'da 120 FPS stabilni ochib beradi, giroskoplari bor. Hamda ancha-munchaga rostdan ham qizib ketmaydigan. Chunki bunda sovutish tizimi bor mana. Yoqamiz 3 xil rejimi bor ekan, sovutish tizimini ham yonda. Ovozini eshitinglar. Ishlayaptimi ovozlar? Har xil rejimi bor. O'zingizlar ko'rib, xohlagan rejimlarga qo'yib olsanglar bo'laveradi. Akalar, bu telefonda men o'zi rostdan ham o'zi asli chiqqan narsasi o'yin uchun va faqat o'yin uchun maslahat beraman. Agar doimiy o'yin o'ynamaydigan bo'lsalar, buni o'rniga to'g'risi Redmi K90 ni o'zini olganinglar yaxshi. Bu telefonda Dimensity protsessori joylashtirilganligi uchun ham bu ham kamroq qiziydi Snapdragonga qaraganda va uni ustiga akalar bundan cooler bor. Haqiqiy gaming, igrovoy. Endi mana shu yerga bitta trigger qo'shib qo'ymayapti-da. Agar trigger bo'lganda bu telefonda nur ustiga yana nur bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu telefonlarni sotib olgan odamlar hamma ilovalardan foydalana oladimi O'zbekistondagi degan savolga 95-98% ilovalarni hammasini o'qiydi. China versiya bo'lsa ham ba'zi bir davlat tashkilotlari tomonidan o'zlari chiqargan programmalar eski versiyada qolib ketgan bo'lsa o'qimasligi mumkin, lekin bank ilovalarini hammasini o'qiydi bu ham. Pand deb qolmaysizlar. Hozirgi paytda ushbu telefonda narxlari qancha deb ko'pchilik so'raydi. 485-490 dollardan zakaz asnosida olib kelib berilyapti. Ya'ni buni ustiga 15 dollar pul qo'yiladi. Sizga bu telefon shu 500, 505, 510 dollar atrofida aylanadi. 12-250 yoshlik xotiraliga. Redmi K90 Max faqat va faqat o'yin uchun tavsiya beraman men obunachalarimga.
kundalik hayot uchun bo'lsa, yana o'sha gapim, Redmi K90 da o'zini olganinglar ma'qulroq deb hisoblayman deganlar. Endi bo'lsa bu telefonda ham olingan bitta video va rasmlarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. O'zinglar ko'rib bir baho beringlar. Akalar qaranglar, qo'limda Redmi K90 Max da o'zi video formatda bunda ham akalar 460 fps da 0.5 kamera yo'q ekan. Lekin sifat o'rtacha darajada, ko'rasizlar. Meni fikrim akalar, bunda ham maksimalniy zoom 6x ekan. Hattoki Redmi K90 da o'zidan ham pastroq bunda, jigarlar. Mana 6x yaqinlashtiryapti xolos. Chunki bu ko'proq o'yin uchun mo'ljallangan, shu tomonlama bilib olsanglar bo'laveradi. Agarda sizlarga Redmi K90 Max da video va rasm uchun olmoqchi bo'lsanglar, juda qattiq adashasizlar. Undan ko'ra puli ozgina darcha arzonroq bo'lgan Redmi K90 da o'zini olganinglar ya. Chunki bunda darcha rasm rejimida ham 30x yaqinlashtirish zoom yo'q ekan. Lekin Redmi K90 da o'zida 30x bor edi. Bunda bo'lsa 20x ekan. Voy horami. Endi bo'lsa navbat akalar, Redmi K90 Pro Max ga bu telefon haqida ozgina gapirib o'tib ketaman. Bu telefon quyida ko'rsatib o'tib ketgan ikkala telefondan farqi nimada deb so'raganlar uchun, bu telefonimizda akalar eng kuchli dunyodagi prosessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipi bilan jihozlangan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ushbu Redmi K90 Max hamda Redmi K90 lardan ko'ra bu telefonda kamerasi ancha tiniq va bunda 100x zoom bor. Lekin shu tiniq bo'lishiga qaramasdan ushbu telefonda linzalari o'ta professional darajada emas. Chunki professional linzalarni faqat Xiaomi telefonlariga beradi. Misol Xiaomi 17 ni o'zi bo'lsin, Xiaomi 17 Pro Max bo'lsin, ularda baribir lekin linzalari foydalangan. Bu ularda. Bunda bo'lsa unar narsa yo'q. Lekin Redmi tarixidagi eng kuchli kamera fon va eng kuchli telefon deb ushbu telefonda aytsak bo'laveradi. Bu telefon nima uchun? Qolgan telefonlardan farqi bu telefondagi batareyka va hamda bu telefon 5 barobar nazoratga qabul qiladi. Bunda 5 barobar nazoratga qabul qilish yo'q. Redmi K90 da o'zida 5 barobar nazoratga qabul qilish yo'q. Lekin bu 50 vatli 5 barobar nazoratga qabul qiladi va o'zidan 22 vatli zaryadga bera oladi boshqa telefonlarga. Farqi ham shunda. Endi o'yinlarga keladigan bo'lsak, bu telefonda o'yinlarda o'zini ko'rsatkichi 120 fps ni tashkil etadi akalar. Lekin buni qizib ketish darajasi bunga nisbatan ancha ko'proq ekan va yana bitta narsa aytib o'taman, buni batareyka yetishi Redmi K90 dan ham pastroq. Bunga nisbatan katta bo'lgani bilan, chunki telefonda prosessori ichiga qo'yilgan narsalar qanchalik darajada kuchli bo'lsa, shunchalik ko'p rasxod qiladi telefon. Birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lsak, Redmi K90 Max qo'ysak, batareyka yetish bo'yicha ikkinchi o'rinda Redmi K90 da o'zi, uchinchi o'rinda bo'lsa bu turibdi. Ham katta, ham ko'proq rasxod qiladi va ko'proq qiziydi bu. Yonib ketadi. Agar o'yin o'ynaydigan bo'lsalar, bemalol 120 fps PUBG da sizlarga ushlab beradi. 120 fps da giroskoplari bor bu telefonda ham. Lekin sovutish tizimi unaqangi kuchli bo'lmaganligi uchun va prosessor o'ta kuchli bo'lganligi uchun bu telefon qizib yonib ketadi. Shuning uchun o'yin o'ynasanglar tavsiya qila olaman. Lekin kundalik hayot va rasm va muzika eshitish kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu telefonni sizlar sotib olganinglar yaxshi. O'yin uchun pro darajadagi, legenda darajadagi telefon emas. Legendani ko'rsatib o'tdim. Legenda o'sha Redmi K90 Max bo'ladi. Hozirgi paytda bu telefonda narxlari necha pul deb so'raganlar uchun, bu Redmi tarixidagi eng kuchli telefon va eng kuchli prosessorda chiqqan telefon bo'lganligi uchun buni narxi hammasidan ko'ra qimmatroq, $670 12 ga 256 taligi Xitoydan zakaz asnosida olib kelib beryapmiz. Bunga kerak bo'ladigan bo'lsa yana aytib o'tib ketaman. Telegram kanalimizga murojaat qilinglar akalar. 15 kun ichida sizlarga yetkazib beramiz. Tanlov o'zingizlarda. Endi bo'lsa bu telefonda ham bir qator olingan rasm va videolarni qisqa qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Keyin bo'lsa boshqa ma'lumotlarga o'tamiz. Tomosha qilinglar. Akalar ko'ringlar mana. Qo'limda Redmi K90 Pro Max. Bu telefonda videosi o'sha ancha tiniqroq qolganlariga nisbatan, chunki buni har qalay video rasm uchun ko'proq ishlatsangiz bo'laveradi. 50 megapikselli kamera, 4K 60 fps da olyapman. Eng qizig'i, bunda ham video rejimda yaqinlashtiruv faqat 10x bo'lar ekan. Bundan yaqinroq yaqinlashtira olmaydi ekan. Xuddi shu joy, o'zim ham ko'rsataman. Lekin bunda 0.7x bor. Qolganlarida yo'q edi. Qolganlarida 0.7x, 0.5x video rejimda yo'q edi. Bunda bo'lsa 0.7x bor. Va videolarga bu yaxshiroq ham oladi. Nabarot ko'rishlar mumkin.
Oldi kamera, mana oldi kameraga ham o'tkazdim. Akalar qaranglar. Bir vaqtda o'zida oldi kameraga ham o'tkazsa bo'lar ekan. Shunisi zo'r ekan. Oldi kamerasi ham yomon emas, chunki buni oldi kamerasida 4K 30 FPS bor. Misol uchun Redmi K90 Pro Max da rasm tushish, shunday narsalar ishlatsangiz bo'ladi, chunki bunda 100x zoom bor. Oyda bemalol olsangiz bo'laveradi. Bu bo'lsa Redmi K90 Pro Max olingan video edi. Akalar qaranglar, 3 ta telefon va nihoyat konsovkasiga yetib kelyapmiz. Narxlari 460-470 dollardan zakaz asnosida qo'lingizga yetib kelishi bilan Redmi K90 modeli kompaktli model. Bu telefonda nima uchun sotib olaman degan odamlar uchun ba'zida PUBG o'ynab tursanglar, shunchaki rasm-pasmlarda ba'zi tushib turadigan bo'lsalar, ushbu telefonni maslahat beraman yoz fasli uchun. O'rta me'yorli segmentdagi telefon. PUBG ga ham ketaveradi, rasm-pasmlaringizga ham ketaveradi. Lekin pro darajadagi telefon emas. Bu telefon standartli kundalik hayot uchun maslahat beriladigan telefonlardan bittasi. Kuchli prosessorli, maza qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Endi K90 Max ga keladigan bo'lsak, bu telefon ko'proq o'yin uchun mo'ljallangan. Ushbu telefonimizni olgan odam qizib ketmaydi PUBG da. O'zini kullerlari bor, displey tezroq ishlaydi, batareykalari motion darajada yetib beradi. Bu telefonni sotib oladigan odamlarga men shuni aytamanki, ko'proq o'yin uchun Redmi partiyasida telefon olmoqchi bo'lsanglar, ushbu telefonda sotib olishlarni maslahat beraman sizlarga. Ko'proq o'yin uchun faqat, kundalik hayot va rasm uchun maslahat bermayman. Sababi bu faqat o'yin uchun yaratilgan telefon. Narxlari shu 485-490 dollar atrofida zakaz asnosida qo'lingizga yetkazib olib kelib beramiz. Ushbu telefonda hozirgi paytdagi narxlari ozmuncha vaqtdan keyin o'zgarishi mumkin yoki ko'tarilishi yoki tushishi mumkin. Lekin ushbu telefonga keladigan bo'lsak, bu telefonda kamerasi Redmi K90 Max dan ham, Redmi K90 dan ham yaxshiroq. Lekin buni ham men kamerafon deya olmayman. Agarda oyda rasmga olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga zoom kamerali telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, eng kuchli protsessordagi ushbu telefonni bemalol maslahat beraman. Chunki bu rasm va videoga olish bo'yicha ushbu ikkala Redmi K90 dan ham, K90 Max dan ham kuchliroq. Agar sizlar rasm uchun kerak bo'ladigan bo'lsa va ba'zida PUBG o'ynab qo'shiq ko'proq eshitadigan bo'lsanglar, kolonka sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu modelni tavsiya qilaman. Bittasi ko'proq rasm uchun, bittasi ko'proq o'yin uchun va yana bittasi ko'proq kundalik hayot uchun bo'lyapti. Qaysi birini tanlash o'zingizlarning ixtiyoringizda. Buni narxi 460-470 dollar atrofida zakaz asnosida keladi. Bu telefon 485-490 dollar atrofida zakaz asnosida keladi. Eng qizig'i, bu telefonda globalniy versiyasi hali chiqqani yo'q. Bu model bo'lsa ko'proq rasm va video uchun keladi. Bu telefonda narxi keladigan bo'lsa 670 dollar atrofida topsanglar bo'ladi. Mix Mobile Telegram kanali orqali zakaz qilsanglar 15 kun ichida sizlarga yetkazib olib kelib beramiz. Ushbu model va buni hozirgi paytda globalniy versiyasi bor. Buni globalniy versiyasi Poco F8 Pro, buniki Poco F8 Ultra. Lekin men yetimda hali globalniy versiyasi yo'q. Shuning uchun buni globalniy versiyasi chiqqandan keyin bilmayman nima model bo'lib chiqar ekan. Chunki bu Redmi va Xiaomi tarixidagi katta yangilik bu telefon. Qaysi birini tanlash o'zingizlar ishinglar akalar. Shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Kichkina bo'lsa ham obzor qilib berdim. Og'zaki tushuntirib, chunki vaqtimiz chegaralangan. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Hammanglarni Mix Mobile Telegram kanalimizda va do'konimizda kutib qolamiz. Bizda yangilik akalar. Bizni manzilimiz, shuni aytib o'tib ketaman, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida edi. Talabgorlar kuchli va bizdan telefon xarid qilmoqchi va bizga sotmoqchi bo'lgan odamlar ko'p bo'lganligi uchun Toshkentda ikkinchi filialimizni ochdik. Manzilda aytib o'tib ketadigan bo'lsam, Bodomzor masjidini oldida, Toshkent shahar Bodomzor masjidini oldida. Agarda sizlarda ushbu flagman telefonlar bo'lsa-yu, kimga sotishni bilmayotgan bo'lsanglar va kimdan xarid qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, trading asosida olmoqchi bo'lsanglar ham, trading degani o'zingizni telefoningizni berasiz, ustidan qanchadir doplata qilib, o'zingiznikidan kuchliroq telefonni yoki pastroq telefonni sotib olasiz. Shuni trading deydi. Bizda hamma xizmatlar bor akalar. Bemalol Mix Mobile Telegram kanaliga murojaat qilsanglar bo'ladi. Toshkent filialimiz ham, Andijon filialimiz ham va ushbu filialda ishlaydigan ishchilar ham hammasi professional darajada sizga nima telefon kerakligini biladi. Agar bizni do'konimizda ushbu telefonlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizlar bemalol zakaz qilsanglar ham bo'laveradi. Hammanglar do'konimizda kutib qolamiz. Bizda yangilikda sizlar bilan bo'lishkim keldi akalar. Shuning uchun Toshkentga kelmoqchi bo'lsanglar, Toshkentda sizlarni kutib qolaman. Bodomzor masjidining oldida, Mix Mobile'da ikkinchi filialida hammanglar kutib qolamiz deganlar. Like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Mix Mobile YouTube kanali bo'ldi. Xayr.